Assalomu alaykum obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Hop, hozir avtobloger sekin yana qaytyapti. Yozgi ishlarimizni tugatdik. Endi mana qishki mavsum. Hop, kuzatib boringlar, like bosinglar, kommentariy izohlarni yozib ketinglar. Hop, endi mashinalarni chiqarib turamiz. Bitta akamiz bor. Mashina sotish bilan shug'ullanadi. O'sha akaning mashinalarini sizlarga obzorini qilib o'tamiz. Hozir 2025 Labo yangi holatda. Sizlar like bosib qo'yinglar, men obzorini qilib o'taman. Hop, qadrdonlarimiz 2025 Labo yurgani 3900 yurgan ekan. Kraskasi top-toza, oppoqona Labo. Hop, holatlari yaxshi ekan mana. O'zi yangi Labo sezilib turibdi ko'rinishlaridan. Ichki salon holatlari kechki paytda reklama qilyapmiz. Hop, aka yurmaysizlar. Hop, ichki holatlari hamma yo'q yaxshi. Sidinalari ham uncha urinib ketmagan. 3900 yurgan yap-yangi mashina mana. Rollar holatlari yaxshi holatda. Hop, orqa tunikalarini ham yaxshidan qo'ydirilgan, mustahkam qo'ydirilgan deyapti akamiz. Mana tunikalarini ham qalinlardan qo'ydirilgan dedi. Hop, balonlari ham yangi holatda mana. Ishlari ham yaxshi turibdi. Keyin buni bitta tomoni propan baloni bor ekan mana. Hop, mashina qilib moslab qo'yilgan ekan. Chiroyli holatda turibdi. Akamiz buni narxini hop 8200 ga beraveramiz deyapti. Dokumentdan muammo yo'q. Pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, akalarimiz o'zlari tushuntirib, sizlarga chiroyli holatda qilib beradi. Manzilimiz Andijonda, eski shaharda, Devonova masjidi yonida. Aloqaga chiqib, shu yerga kelinaveradi bemalol. Hop, bundan tashqari ham mashinalarni qilib berishi mumkin. Damas, Labo, har xil holatda mashinalarni o'zidan telefon qilib so'rab bilishingiz mumkin. Hop, yana bitta ishi bor. Yana bitta ishi Osiyo Travel, Safo Marva. Hop, ziyoratga oladigan akalarimiz bunga ham telefon qilaverasizlar. Nomerlarni yozib ketamiz. Hop, mashina kerak bo'lsa, mashinani ham nomerlarini yozib ketamiz. O'shalarda adashtir ormasdan telefon qilib bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari mashinalari ham bor. O'zlari chiroyli holatda qilib berishadi. Tez-tez chiqarib turamiz. Like bosishni unutmaysizlar degan umidamiz. Mana sog' bo'linglar.